To'lqin aka, assalomu alaykum. Oldingizga bitta ayol kelgan ekanlar bolalari bilan. Ko'rishmasam bo'lmaydi deyaptilar. Xo'p. Mayli kirsinlar. Bo'ldi, xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oldingizga bolamni shogirdlikka olasizmi deb kelgandik. Ijtimoiy tarmoqda bir videoingizni ko'rdik. Odamni jismoniy kamchiligi bo'lsa ham, uni qalbi kutmagan narsalarni qilishga qodir dedingiz. Meni bolam ham tug'ma nogiron, yura olmaydi, lekin fikrlashi tengqurlaridan ancha yaxshi. Baholari ham a'lo. Kompyuterlarni ham tushunadi meni bola. O'zi tengilaridan qolib ketmasin deb hamma narsaga tayyorman. Shuning uchun yoningizga iltimos bilan keldim. Iltimos. Meni ham bolamni shogirdlikka oling. 35 yil oldin ota-onam birinchi farzandli bo'lishdi. Hamma xursand, chunki birinchi farzand o'g'il bo'lgan edi. Ota-onamning aytishlari bo'yicha akam juda ham ko'p yig'lar ekan. Emiliydigan oyiga kelganda oyoqlarini umuman tirash xohlamagan. Xavotir olib doktorga olib borishgan. Xabaringlar bormi, sizlarga yetishganmidi? Yo'q, nimani? Bolanglar tug'ma nogiron. Tekshiruv xulosasi shuni aytibdi hozir. Oyog'i ishlamayapti, tug'ma nogiron bolanglar. Chunki ikkita oyog'i ham sezmayapti umuman, qimirlamayapti. Bolanglar tug'ma nogiron. Yura olmaydi. Ota-onamni qancha odam fikrdan qaytarish ko'rindi. Bolangni berib yubor. Nogironni boqib nima qilasan? Ertaga uni qanaqa uylantirasan? Qanaqa qilib o'qitasan? Kasal emas, kasalni boqqan kasal deb aytishdi. Qanaqa tug'ilgan bo'lsa ham meni bolam. O'g'limni hech kimga bermayman. O'zim boqib katta qilaman. Lekin ota-onam chekinishmadi. Nima bo'lsa ham bu o'zimizning farzandimiz deb, kerak bo'lsa akam bilan birga o'zligisi o'qishdi. Onam kechalari bilan akam bilan dars qilar. Unga o'zi bilmagan narsalarni ham o'rgatishga harakat qilardi. Yoshligida akamning deyarli do'stlari yo'q edi. U na futbol o'ynay olardi, na qo'llashmachoq. Futbol o'ynayotgan bolani stadiondan tashqarida tomosha qilishdan boshqa narsa qo'lidan kelmasdi va ba'zi bolalar uni kamsitishardi ham. Ana cho'loq akam futbol o'ynagani keldimi? Hozir shu bunaqa meni boshingni yorama. Sherzod, o aka, yaxshi. Ha. Ha aka. Bo'ldi, ketdik. Yana ozgina o'ynang. Yo'q, qorong'i bo'lib ketdi-yu. Bo'pti, yuring. Uydagilardan gap eshitamiz-da. Akamni o'qishga juda ham salohiyati baland bo'lgan. Shuni ko'rgan otam, O'g'lim, ko'zingni och. Voy. Ata, rahmat. Rahmat kattakon. Mangami? Senga bolam? Rahmat adi. Kel ko'ramizmi? Ha. tengqurlardan kam bo'lmasin deb oyliklaridan yig'ib unga birinchi marta notebook sovg'a qildilar. Akam yoshligidan notebookda ishlashni o'rganib, zamonaviy kasblarni o'rganishni boshladi.
unga juda ham chuqur kirdi. U qo'li gul arxitektor edi. U chizgan proyektlar asta-sekin shaharlarda paydo bo'lishni boshladi. Aka xormay. Mana qara. Qalay chiqibdi? Voy. Oldingizdan ancha yaxshimi? Vashchi zo'r chiqibdi-ku. Qani bu yog'iga ham o'tkazingchi? Gap yo'q, lekin bor-ku. Aka. O'sha videoni olaylik, xo'p deng. Qaysi? Buni o'rgatishingiz kerak boshqa odamlarga. Qo'ysangchi. Xo'p deng, qo'yaylik. Instagramga sizdan ko'rib qancha inson o'rganishi mumkin bu kasbingizni. 500 ta, mingtalab shogirdingiz bo'ladi. Aka, o'rgating. O'zingiz necha yildan beri o'rgangansiz shu kasbni? Yo'q-a. Ha. Davay hozir olamiz shu videoni. Qanaqa bo'lar ekan? To'xtang, men to'g'riga o'taman. Qarang, hayajonlanmasdan kameraga qarab gapiraverasiz. Chochim yaxshi turibdimi? Yaxshi. Boshladikmi? Hozir. Boshlang. Ismim To'lqin. 15 yildan beri uy proyektlarini chizish bilan shug'ullanaman. Tug'ma nogironman. Oyog'im ishlamaydi. Bilaman, menga o'xshagan bolalar juda ham ko'p. Men bu videoda o'zimga o'xshagan bolalarni shu kasbga o'rgatmoqchiman. Shuni bilinglar. Odam jismonan kamchiligi bo'lsa ham, uni maqsadiga qalbi yetkazadi. Yaxshi chiqdimi, nima deb o'ylaysan? Zo'r chiqdi, aka. Qani bitta ko'rsatchi. Oyi. Ada. Ha? Ustinglarga kiyiminglarni kelinglar. Ketdi, bitta joyga borib kelaylik. Voy, qatga? Kech bo'lganda nima qilamiz bitta joyda? Turinglar, keyin aytaman. Turinglar. Shunchalik zararmi? Ha, zaril. Hozirmi? Kech bo'lganda-ya? Kech bo'lganda hech narsa qilmaydi. Turinglar, bitta joyga boramiz, qaytamiz. Yuringlar. Men tashqarida kutib turaman. Odamni ovora qilib kelinglar, kevursanglar-chi. Kelinglar. Ada, oyi, faqat qo'rqib ketmanglar, xo'pmi? Hozir ichkarida akamning sizlarga sovg'asi bor. Voy. Yuringlar. Yuring. Yuringlar. Kelinglar, kiringlar. Keling. qani kir onasi. Kiring. Bu yer Shu yerda turib turinglar. Hozir. Bugun o'sha kun keldi. Ota-onamning sabri, mehnati bugun meva berdi. Bu hech kim kutmagan narsa edi. Oyi, Ada, sizlarga akamning gaplari bor. Aka, tinchlikmi? Adajon. Oyijon, mendan voz kechib ketmaganinglar uchun rahmat. Agar o'sha payt menga ishonmaganinglarda, meni o'qitmaganinglarda, balkim shu kun kelmasdi. Bolamizsan-ku, axir. Nega unaqa deysan? Oyi. Ada, o'g'linglar ishlab sizlar uchun shu uyni oldi. Olinglar. sog'lom bola hali ota-onasiga yaxshilik qilishga ulgurmasdan akam aravada o'tira turib shahardagi eng zo'r uyni ota-onamga sovg'a qildi. O'g'lim. Harakatdan bolajon. Sizlarni yaxshi ko'raman. Boringga shukr. Men ham ota-onamning farzandiman. O'g'illari.
mani to'rmucham sog'. Lekin men erishmagan narsaga akam aravada o'tirib erishdi. U bugun ota-onamga shahardagi eng chiroyli uylardan birini sovg'a qildi. Bu har bir o'g'ilni orzusi. Qara, biz bir-birimizga o'xshaymiz. Bir-birimizdan farqimiz yo'q. Lekin odam o'qisa, izlansa, o'zini ustida ishlasa, maqsadga baribir erishadi. Oliy maqsadlarga qo'l yoki oyoq bilan erishilmaydi. Unga qalb bilan erishiladi. Men aravani ustida o'tirib shu narsalarga erishdim. To'g'ri. Menga ham ishonishmagan. Balkim senga ham ishonishmas. Lekin sen orqangda. Sen uchun hamma narsaga tayyor. Onang bor. Men uddaladim-ku. Demak, sen ham uddalisan.